Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, Omon dasturining doimiy muxlislari. Yana bir tongni biz bilan birgalikda qarshi olgan aziz vatandoshlarimiz. Tongingiz xayrli bo'lsin. Omon dasturi ijodkorlari sizga a'lo kayfiyat tilab, bugungi taqdimlarini boshlaydi. Albatta. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli muxlislar. Dushanba tongi barchamizga muborak bo'lsin. Yaxshi kayfiyatda bo'ling, yaxshi lahzalarni o'tkazing va albatta biz bilan, ya'ni omon bilan qoling. Assalomu alaykum. Dunyodagi millionlab yaxshiliklar orasida bugun kichik bo'lsa-da qissam bo'ladi deb niyat qilgan erta tongni biz bilan qarshi olishni boshlagan umri azizlarimiz, bizning sadoqatlilarimiz, yangi hafta muborak bo'lsin. Hayotingizning yangi sahifasi muborak bo'lsin. Uni har lahzasi zarxal harflar bilan, eng shirin xotiralar bilan bezalsin deymiz. Agarda bizni hoziroq tomosha qilishni boshlagan bo'lsangiz, ishoning, tong xuddi shunday bo'ladi. Albatta, zo'r kayfiyat sizga hamroh bo'lishini chin ko'ngildan niyat qilamiz. Buni qaranglar do'stlar, yaqindagina bahor keldi deb jar solgandik. Mayni juda ham ko'p qismini yashab ulgurdik va sanoqli kunlar qoldi may yakuniga yetib, yozgi mavsum boshlanishiga. Shunday ekan, bahor mavsumi deya e'tirof etiladigan bu kunlarni har bir lahzasini g'animat bilib, aynan ushbu 2025-yil bahoriga nimalarni reja qilgan bo'lsangiz, ulgurib qolishga harakat qiling. Umr o'tib borar misoli ertak. Ertaning ketidan kelib qolar shom. Faqat g'aflat ichra yotmagin yurak. Qaytib kelmas sira bu yoshlik ayyom degan. Bale. Shoirlarimiz. Shunday ekan, mana shunaqa chiroyli onlarni, yoshlikni, go'zal onlarni, xullas necha yoshda bo'lsangiz ham yoshlik siz bilan birga bo'ladi. Faqatgina uni his qilish kerak. Munosib o'tkazishga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Inson hayotda muhim tanlaydigan insonlari bor. Ya'ni juftini to'g'ri tanlash kerak, do'stini to'g'ri tanlash kerak deyshadi va mana shunaqa agar tanlovda adashmagan bo'lsangiz, hayotingiz go'zal bo'lishi aniq. Men ham do'stlarimni munosib tanlaganman. Har tong shunaqa baxtga, kayfiyatga to'lamiz. Va bizning sadoqatli muxlislarimiz ham do'stlarimiz safida. Shunday ekan, bizga yaqinroq bo'lasiz. Eng yaxshilarini sizga ilinganmiz. Siz ham adashmagansiz degan umiddamiz. Men gapingizga quloq solib turgandim, davomida nima der ekan bu qiz deb. Agar adashgan bo'lsangiz, sizda qayda tanlash imkoniyati bor dermikansiz deb kutib turdim. Shunaqami? Yo'q, unaqa qilmang. Endi do'stlarni balki o'ylab ko'rarsiz, to'g'ri. Ularni ham endi ma'lum bir muddatda balki o'sha tuyg'ulari, hissiyotlari sinovdan o'tadigan vaziyatlardir. Bir imkon berib ko'ring. Lekin endi oila masalasida hech qanday bir keskin qarorlar qabul qilishga hojat yo'q. Boshqa variantingiz yo'q. O'lchab bir kesish kerak. Boshqalarni bilmayman, hurmatli dadajonsiz, sizda boshqa variant yo'q. Ana. Kech. Gap boshida kim haqidaligini bilmagandim endi mana. Ana shunaqa. Xullas, omon-omonni tomosha qilayotganlar, boshqa variant yo'q, bunaqa yaxshi variant yo'q. Va ular boshqa variant qidirishmayapti ham, chunki omon bor ekan, bunga ehtiyoj yo'q. To'g'rimi do'stlar? Azizlar, bizning omon Telegram kanalimiz o'sha tabriklar, tilaklar va yaxshi tilaklar hammasini bemalol yuborishingiz mumkin. Biz esa baholi qudrat barcha nomalarni o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Ana ayrilganni ayiq yer deyshadi, shuncha mana ko'rasiz. Ta'sir qilyapti. Ta'sir qilyapti. Tilaklar, yaxshi tilaklar bor bizda. Mayli, bo'lsin. Yaxshi tilakni bo'lgani yaxshi. Salom va tabriklarni esa o'z egalariga o'z vaqtida yuborishga harakat qilamiz. Bugun dastur davomida sizdan yuborilgan SMSlarga bir necha bor to'xtalishga urinib ko'ramiz. Siz esa qisqa lo'nda SMSlar yuborishga harakat qiling, chunki ularning soni juda ham ko'p. Ayrimlariga to'xtalaman. Umidaxon keldimi? Yaxshi dam oldimi deb SMS yozishdi. Dastur boshlanishidan oldin. Yaxshi dam oldingizmi? Siz keldingizmi? Yaxshimi? Siz shu yerdamisiz? Men shu yerdaman, sizchi? Siz qayerdasiz? Assalomu alaykum omon ijodkorlari. Boshlangan kun barchaga xayrli va barokatli bo'lsin. Jizzaxdan muxlisingiz Xonimoy opangiz bo'laman debdilar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum mening qadri baland, qadrdon, sevimli, serqirra boshlovchilarim. Sizlarga, mehmonlarga
Minyotliklar diydori Komilaxon ayangizdan salomlar debdilar. Assalomu alaykum hurmatli mening sevimli ko'rsatuvimning sevimli boshlovchilari. Tongingiz muborak bo'lsin. Sizlarni intiqlik bilan kutyapmiz. Ko'rsatuvni boshlab oldingizmi? Charchamang, hammaga alangali salom debdilar. Bizdan ham Sizni kutganlarga alangali salomlar bizdan ham bo'lsin. Yana bir SMS. Assalomu alaykum. Mening qadrli buni o'qib eshittirdingiz Diyorbek. Assalomu alaykum omon ijodkorlar. Boshlangan ko'p barchaga xayrli, barokatli bo'lsin. Jizzaxdan muxlisingiz Xonimoy opa. Buni ham o'qidingiz? Ha, voy. Demak, takror kelyapmiz. Ozgina vaqt kerak keyingi SMSlarga. Diqqat qilamiz demak, davramizga mehmonlarimizni chorlash fursati keldi. Qachonki salomat bo'lsakkina, jamiyat rivoji uchun hissa qo'sha olamiz, oilamiz uchun kerakmiz, orzularimiz uchun kerakmiz, dunyo uchun kerakmiz. Chunki bu dunyoga behuda kelmadik. Har birimizning o'z vazifamiz bor. Shuning uchun taningiz sog' bo'lishi uchun, ruhingiz sog' bo'lishi uchun dastlab shifokorlardan yaxshi tavsiyalar olsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta. Siz bizga sog'lom keraksiz, deydi-yu. To'ppa-to'g'ri. Mabodo sog'ligingizda kichik o'zgarishlar bo'lsa, mana shunaqa tavsiyalar ham bejiz bo'lmaydi. Yaqinda bir iltimosnoma qoldirilgandi dasturimizga. Epilepsiya kasalligi haqida ham ma'lumot bersangiz, omon-omonga yaxshi mutaxassislar chaqiriladi deyishgandi. Shuning uchun bugun biz tajribali shifokorni davramizga chorlaganmiz. Ular bilan kechadigan suhbat albatta foydali bo'lishi aniq. Bu kasallik chunki faqatgina bir insonga tegishli emas, uni atrofidagilarni ham hushyorlikka chorlaydi. Shunday ekan, ushbu kasallik bo'yicha bizga to'liq tavsiyalarni berish uchun erta tongdan tajribali shifokorimiz, oliy toifali shifokor, nevropatolog Inoyat aka Masharipov kelganlar. Birgalikda davramizda qarshi olamiz. Qani marhamat. Marhamat. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Inoyat aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Keling. Marhamat. Oling joydan. Rahmat. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Rahmat. Haftani yaxshi boshlab oldingizmi? Mana yaxshi joyda, yaxshi ko'rsatuvda boshlayapmiz. Meni qiziqtirgan savol, nevrologlarda tong qanday qarshi olinadi? Odatda asabiylashmasdan yaxshi kayfiyat bilan boshlashga harakat qilamiz. Harakat qilamiz. To'yib uxlab, soatlariga to'g'ri rioya qilib, to'g'rimi? Xuddi shunday. Endi har holda ular bizga shuni tavsiya qilishadi-yu, o'zlari ham amal qilisharmikin degan savol tug'iladi-da baribir. Biz amal qilasizmi Inoyat aka rostdan? Amal qilamiz. Necha soat uyqu? O'rtacha 6-7 soat. 6-7 soat. Bu muhim, to'g'rimi? Albatta, bu yosh katta sog'lom inson uchun miya dam olish kerak bo'lgan asosiy vaqt. Bizda muhim emasmi? Yo'q, hammamiz yosh katta, endi o'rta yosh. Mana shu o'rinda kerakli bo'lgan savol, bilmaydigan tomoshabinlarimiz uchun uxlash vaqti soat nechidan necha orasida bo'lishi kerak? Mana shu vaqtda. Iloji bo'lsa biz odatda tavsiya qilamiz, shu kechqurungi 10 dan 6 gacha. Endi paytlar juda ham kechikib ketgan, juda ham ko'pchilikda uyqular. 1-2 qilib yotishadi odamlar. Asosiy mavzuga o'tamiz. Imkon qadar vaqtdan unumli foydalangan holda biz bugun epilepsiya kasalligi, ya'ni tutqanoq kasalligi xalq orasida, balki nomi biroz notanish bo'lishi mumkin, tutqanoq kasalligi haqida batafsil ma'lumot olmoqchimiz. Inoyat aka, aynan bu kasallik genetik o'sha bir moyilligi bormi insonda yoki orttiriladimi hayotda? Qanday qilib bu kasallikka duchor bo'lish mumkin? O'zi qanday qilib yuzaga keladi? Epilepsiya kasalligi, ya'ni o'sha tutqanoq xurujlari bilan kechadigan kasallik, bu bosh miyani surunkali xurujlar bilan hushini yo'qotish, tonika, klonik tirishishlar bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Ko'p sabablari bu yerda orttirilgan. Ya'ni biz chaqaloqlik paytdan boshlaydigan bo'lsak, chaqaloq ona qornida yoki tug'ilish jarayonidagi har xil orttirilgan bosh miyadagi jarohatlar. Undan keyingilari o'sha bola yoki o'sha katta odam yurib yoki boshqa hayot davomida ortilgan bosh miya jarohatlari, insult kasalligidan keyingi holatlar, miya shamollashi, meningit shunga o'xshagan narsalardan kelib chiqadi. Albatta naslilik omili ham bor. Bor. Bu mana yaqinda demak hozir tadqiqotlar natijasida isbotlanyapti. Ayrim shu epilepsiya kasalligini turlarida aynan nasliliklar kuzatiladi. Ota-onada epilepsiya kasalligi bo'ladigan bo'lsa, qanchadir foizda bolada ham shuni paydo bo'lish ehtimoli bor, moyillik bor. To'g'ridan to'g'ri deya olmaymiz, lekin moyillik paydo bo'ladi.
Mana aynan bu kasallikka o'sha chalingan insonlarda juda katta bir qo'rquv, vahima bo'ladi deb o'ylayman-da, baribir jamiyatdan ajralib qolish, o'zini boshqalar oldida erkin tuta olmaslik, hatto shunaqa holatlarni ko'rganmizki, uyga qamalib olish, ruhiy tushkunlikka tushish, aynan xuruj hammani oldida tutib qolsachi degan o'sha bir Xavotir. o'y xayollar bilan yashashadi-da. To'ppa-to'g'ri. Bu yana ham o'sha kasallikni zo'rayib ketishiga, insonni hayoti o'sha davomiy bo'lmasligiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Umuman tutqanoq kasalligiga chalingan insonlarni atrofidagilar dastlab qanaqa choralarni ko'rishi kerak? Hozir Umidaxon to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Bu yerda har doim bemorlarda hadiksirab yuradi bular. Chunki qachon, qayerda tutqanoq bo'lib qolishi bu hech kimga noma'lum. Chunki vaqt, makon tanlamaydi. Joy tanlamaydi. Joy tanlamaydi. Shuning uchun biz kelgan bemorlarga albatta tushuntiramiz. O'sha albatta dorilarga o'tkazgan holatda albatta kimdir yonida bo'lishi muhimligi, o'sha yon atrofdagilarga tushuntirganimizda bemor yakka holda yurishi kerak emas bunaqa holatda. Maksimal ravishda shu kimdir bo'lishi kerak. Ya'ni bemor mashina haydayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bunaqa bemorlarga mashina haydash tavsiya etilmaydi. Yoki suv atrofida, qanaqadir olov atrofida bemorda tutqanoq bo'layotgan paytda u hech narsani bilmaydi. Bu yerda o'zini to'liq yo'qotib qo'yadi. to'liq amneziya bo'ladi, hech narsani sezmaydi, bilmaydi, nima qilayotganini bilmaydi. O'shaning uchun bu yerda boyaginaqa aytgan holatlarda suv atrofida, olov atrofida yoki rulda bo'ladigan bo'lsa, Yolg'iz qolishi mumkin. Yolg'iz qolish mumkin emas. O'zini hayotiga qanaqadir darajada bu xavf tug'iladi. Tutqanoqning darajasi bormi? Kamroq yoki ko'proq bo'lishi mumkinmi odamlarda? Bor shunaqa darajasi. Endi buni tutqanoqning takrorlanish chastotasiga qarab belgilaymiz. Misol uchun kimdadir haqiqatda yaxshi o'sha korreksiya qilinmagan holatlarda har kuni 2-3 martalab ham bo'lishi mumkin. Kimdadir oyda, yilda bir holatlar ham bo'lishi mumkin. Ruhiy holatga ham bog'liq bo'lishi mumkin, ha? Ruhiy holatga ham bog'liq albatta. Ya'ni siqilgan paytda Ketma-ket. takrorlanish ehtimoli juda ham katta. Va ba'zi hollarda o'sha katta muammolarga sabab bo'ladigan vaziyat bor bu jamiyat orasida. Yigit yoki qizda bu kabi holat bo'lsa, qarshi tarafdan bu narsani yashirganlik, keyinchalik esa oshkor bo'lganlik, ikkita taraflama nizolarga sabab bo'lishi mumkin. O'zi umuman bunaqa vaziyatda qoidasi bo'yicha qanaqa yo'l tutiladi? Oila qurish masalan taqiqlanadimi bunday insonlarni? Masalan, hech qanday menimcha doimiy nazoratda bo'lsa hayot sifatiga ta'sir etmasa kerak, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mayli epilepsiya kasalligi bo'lsin, bu ham inson. Bemalol oila qurishga, farzand ko'rishga, to'laqonli yashashga 100% haqqi bor. O'shaning uchun bizda mana bemorlar keladi yoki o'sha kuyov tomon, kelin tomon albatta surishtirib kelishadi. Biz nafaqat meni o'zim, balki boshqa shifokorlar ham biz ogohlantiramiz. Albatta birinchi navbatda shu aytish kerak. Aytish kerak, tushuntirish kerak, holatini to'liq oshkor qilish kerak, bayon etish kerak. Boshidanoq. Chunki ertaga bu turmush qurgandan keyin yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli ajrimlarga, boshqa narsalarga. O'shaning uchun aytib tushuntirsa, tushungan oila, tushungan yigit qizlar bo'ladigan bo'lsa, oila bemalol mustahkam oila bo'ladi, bulardan farzandlar sog'lom farzandlar tug'iladi. O'zi davosi bormi? Butunlay undan xalos bo'lib ketishi mumkinmi? Chunki odamlar boshqacha qo'rquv bilan qarashadi-da bu kabi kasallikka. Albatta davosi bor. Endi davosi borligi ham qanaqa? Kasallikning sababiga bog'liq birinchi navbatda. Og'ir sabablari bor, yengil sabablari bor. Misol uchun miya o'smalarida ham xuddi shu narsa bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda buni tekshirib, sabablari aniqlanadi, sabab bartaraf qilinadi. Ammo o'zi sudurgiga, o'sha tutqanoqqa qarshi preparatlar hozir juda ham ko'p, dori vositalari. Men bekordan aytmadim, bu surunkali kasallik hisoblanadi. Shu tashxis qo'yilgandan keyin kamida 3,5-4 yil davomida dori ichiladi, oxirgi tutqanoq xurujidan boshlab hisoblaganda. Inoyat aka, shu o'rinda bitta savol. Epilepsiya kasalligi bor insonlarga nimalar qilish mumkin emas yoki tavsiya etilmaydi? Eshitishimiz bo'yicha ular og'ir ishlar qilishi mumkin emas, yana bir qator mumkin bo'lmagan ishlar bormi? To'ppa-to'g'ri, og'ir ishlar mumkin emas hamda mumkin bo'lmagan ishlardan ko'p kompyuterda qilinadigan ishlar, Ya'ni o'tirib, bosimli, ko'proq mana gadjetlar, telefonlardan kamroq foydalanish kerak.
hamda to'g'ridan to'g'ri quyoshda ishlashi mumkin emas bularga. Va olov, suv Olov, suv kabi bunaqa holatlar. sharoitlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana aynan bu kasallikni o'sha tashxis qo'yish uchun yaxshi tekshiruvlar kerak. To'g'ri. Aynan o'sha bosh miya bilan bog'liq holatlarda aniqlanadi. Bu kabi o'sha tekshiruvlar zamonaviy tibbiyotda mana yildan yilga yangiliklar ko'p. Aynan to'g'ri tashxis qo'yish, ularni davolashda tekshiruv usullari bu kabi ya'ni o'sha jarayonlarni aniqlash uchun diagnostika vositalari, ya'ni texnika jihozlari yurtimizda qanchalik topiladi yoki bu kasallikni to'liq davolash uchun chet elga borish kerakmi? Endi oramizda bo'lishi aniq kimdirlarda, chunki ko'p eshitganmiz o'zimizni uzoq tanishlarimizda shunaqa holatlar borligini eshitganmiz. Kimgadir manfaatli bo'lsa, maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Aynan bu kabi tekshiruvlar, ya'ni zamonaviy apparatlar bugungi kunda O'zbekistonda ham bormi? Albatta, epilepsiya kasalligini diagnostikasida O'zbekistonda deyarli hamma narsa bor. Masalan, o'sha birinchi navbatda sababini aniqlashda ishlatiladigan tekshiruvlar MRT. MRT tekshiruv. MRT tekshiruvi yoki MSKT tekshiruvi holatiga qarab turib, ana undan keyin o'sha epileptik o'choq qayerda joylashganligini, uni kuchi va darajasini aniqlash uchun EEG tekshiruvlari, hatto hozir bizda nafaqat o'sha 20 daqiqalik yoki 30 daqiqalik tungi uyqudagi EEG tekshiruvlari, video monitoringlar ham O'zbekistonda bor. Hammasi bor. Ular aynan dorini tanlash, qaysi preparatni tanlash, qanaqa doza tanlashimiz uchun ham bu tekshiruvlarni o'tkazganimiz bizga ko'p ancha ma'lumot beradi. Inoyat aka, keyin masalan tutqanog'i kasalligi bor inson ko'cha-kuyda yurib ketayotganda birdaniga tutqanoq kasalligi tutib qolsa, yon atrofdagi insonlar unga qanday yordam bera oladi yoki uning qanaqadir metodikasi bormi yoki harakatlar bilan iloji bo'lsa? Agar imkoni bo'lsa ko'rsatib bering. U insonga birinchi bo'lib qanday yordam ko'rsatish kerak? Albatta. Bu yerda bu haqiqatda bu savol hamma uchun qiziq va muhim hisoblanadi. Demak, Yoki diyordan foydalanarsiz. Tajriba quyonchasi. mayli. Tayyor. Endi imkon qadar aynan qanday ushlash kerak yoki nima Endi qilish xuruj bo'lgan bemor o'tira olmaydi. Uxla olmaydi. O'tira olmaydi. O'tira olmaydi. Yotgan bo'ladi u. Yiqilgan bo'ladi demoqchiman-da. balki yiqilib berarsiz, diyor. Bemalol. Malol. Mayli, mayli. Qanaqasiga qulay sizga? Farq yo'q. Siz qanaqa yiqilsangiz shunga qarab Bo'ldi. Qani? Agar iloji bo'lsa o'tirgan joyimda ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Qani yonboshlab bering, Mayli, yonboshlab. mayli, yonbosh. O'zi aslida bemor yiqilishi mumkin, og'zi, nafas yo'llari yerga qarab yiqilishi mumkin, boshqa narsaga. Bunaqa holatda albatta bemor xuddi shunaqa yonbosh holatga o'tkaziladi. Yonbosh holatda bo'lishi. Yonbosh holatga o'tkaziladi. Demak, siz Xabardor ekan, qarang, birdaniga yonboshlab. qildilar. Siz shunaqa holatda turavering, shu yonbosh holatga o'tkaziladi. Agar yuz tomoni bilan yiqilgan bo'lsa, burniga yoki og'iz bo'shlig'iga biror narsa kirib ketgan bo'lishi mumkin, tuproq bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Darrov nafas yo'llari, og'iz tozalanadi hamda yonboshga qilib haqiqatda bular tayyor уже. Chunki mana tugmalari ham ochilganda. Havo kirishini yaxshilash uchun bo'yin sohasida agar biron bir qisib turgan kiyim yoki boshqa narsa bo'lsa, bular ochilib, bemorni boshini yonbosh qilib maksimal darajada nafas olishga biza qulaylik yaratishimiz kerak. Ya'ni yonbosh holatga ushlab turadigan bo'lsak, til ichkariga ketib qolmaydi. Bizda shunaqa noto'g'ri bo'ldi. Turavering. Qo'l yuzda bo'ladi, yuzni boshni ushlab turish uchun deyshadi. Ushlab turish kerak. Ushlab turish kerak. Ushlab turish kerak. Ko'pchilik mana yordam berayotganlar, birinchi marta ko'rayotganlar uchun bu holat juda ham haqiqatda qo'rqinchli holat hisoblanadi. Tili ketib qolmasin deb og'ziga qoshiq, pichoq tiqishadi yoki barmog'ini tiqadi. Ularni sindirib olgan paytlarini ham eshitganmiz. Bu noto'g'ri holat. Mana qosh tiqadigan bo'lsa, haqiqatda tilini yirtib yuboradi, lunjini yirtib yuboradi. Tish sinib ketadi. Barmoq umuman tiqish kerak emas. Unaqa paytda shunaqa qattiq tirishish bo'ladi, hatto barmoqni uzib olishi mumkin. Bemor chunki o'zida emas. Unda nima qilish kerak? Yonbosh qilib ushlab turish kerak, bo'ldi. Nafas ochiladi. Chunki demak, tilni tortish shart emas. Tilga umuman tegish kerak emas. E'tibor berish kerak. Tilga umuman tegish kerak emas. Juda kerakli ma'lumot bo'ldi. Baribir insonmiz, ko'cha-kuyda baribir qaysidir insonda bu holat bo'lsa, shunchaki beixtiyor o'tib keta olmaymiz. Albatta, yordam bergimiz keladi, yordam beramiz albatta. Nafas olishiga yaxshi sharoit yaratib, ushlab turiladi va tez tibbiy yordamga murojaat qilinadi. O'zi aslida uzog'i 30 soniya, 40 soniyada turish to'xtaydi. Endi tibbiy yordamga murojaat qilishdan maqsad bu yerda qaytalanmasligi uchun
o'sha birinchi tibbiy yordam, dori ukollar berilib, bemorni tezroq hushiga olib kelish. Shunaqa. Albatta. Inoyat aka, sizga katta rahmat. Juda ham qimmatli tavsiyalar bo'ldi va oramizda mabodo shunday insonlar bo'lsa, ular ruhan ko'makka muhtoj. Buni yodingizdan chiqarmang. Ular o'zlari xohlab bu kasallikka chalinishmagan. Shuning uchun ba'zi holatlarda ko'cha-kuyda yotib qolgan o'sha insonlarni ko'rib qolsak, biz noo'rin xayollarga boramiz. Mast, alas degan fikrlar uyg'onadi. Ularning hammasi ham shunday bo'lmasligi mumkin. Yurak xuruji bilan yotgan bo'lishi mumkin yoki tutqanoq kasalligi shunaqa holatlarda hushsiz holatda yotgan bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham, vaziyatda ham yaxshi gumonda bo'ling va ularga yordam qo'lini cho'zish yodingizdan chiqmasin. Bir insonning hayotini saqlab qolish mumkin albatta. Bu muhim. Albatta. Mutaxassisimizga tashakkurimizni bildiramiz. Xush kelibsiz. Katta rahmat aytamiz va albatta bizda muhim jarayonlar bor, o'tkazib yubormaysiz. Birozdan so'ng san'atkorimiz, ijodkorlarimiz bor. Bizdan uzoqlashmang.